Savol: vafot etganlarni, hatto payg'ambar alayhissalomni bo'lsa-da vasila qilish shar'an mumkin emas, deb da'vo qiladigan kimsalar bor. U zotni vasila qilish haqida salafiy solihlar qanday munosabat bildirishgan? Har doim men Nabiy sallallohu alayhi vasallamning martabalari va u kishining darajalari hamda u kishining Robbisi huzuriga ko'tarilganlaridan keyin vasila qilish va shunga aloqador narsalar to'g'risida Imom Hasan al-Ash'ari nima deganlari haqida aytgim keladi. Men avvalo bu boradagi, ya'ni vasila va uning hukmi to'g'risida sahobalar, tobiinlar va ulardan keyingilarning pozitsiyalari, ya'ni ularning yondashishlarini o'rganishga harakat qildim. Men ular orasida bu ish haqida salbiy yoki ijobiy bahs qilgan kishini topa olmadim. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan birortalarini Rasulullohni vasila qilishdan ehtiyot bo'linglar degan xato gapni aytganlarini kuzatmadim. Tobiinlar davrida ham bu gapni aytgan kishilarga to'qnash kelmadim. Ularning bu narsa haqida jim turishlari bu ishning kitobi ular davrida ochilmaganligi va bu haqdagi tortishuvlar faqatgina keyingilar davrida ko'tarilganining dalilidir. Ehtimol bu bahs va tortishuvlar Ibn Taymiya rahimahulloh davrida yuzaga chiqqan bo'lishi ham mumkin. Tushunyapsizmi? Ehtimol siz haqiqatda ularning birlari vasila qilganmi? Ulardan birortalari bugungi kundagi kabi bu harom, mana bu esa harom emas deb bahs qilmagan-ku deyishingiz mumkin. Lekin ularning amal qilish pozitsiyalari, ya'ni bu ishga yondashuvlari qanday bo'lgan? Ular vasila qilganlar. Bu narsa Mustafa sallallohu alayhi vasallamning sahih hadislarida ham kelgan. Unda shunday deyiladi: kimki uydan masjidga namozga chiqsa va Allohim, men sendan so'raguvchilar va yurib boruvchilar haqqi so'rayman. Men gerdayib ham, takabburlik uchun ham, riyo va xo'ja ko'rsin uchun ham chiqqanim yo'q. Men g'azabingdan qo'rqib va roziligingni istab chiqdim. Meni do'zaxdan qutqarishingni va gunohimni mag'firat qilishingni so'rayman. Zero gunohlarni sendan o'zga hech kim kecha olmaydi desa, Alloh taolo unga 70 mingta farishtani muakkal qilib qo'yadi va ular ushbu odam uchun istig'for aytadi. Ana ko'rdingizmi? Payg'ambarimiz Allohim, men sendan so'raguvchilar haqqi so'rayman desa dedilar. Mana shuning o'zi vasila sanaladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin Sayyidimiz Umar radhiyallohu anhu davrida qurg'oqchilik bo'lib, o'sha yilni kul yili deb ataldi. Bilal ibn Horisdan rivoyat qilingan hadisda aytiladi: u bir qo'yni so'ydi. Shunda qo'y tuklarining shiddati uni qo'rqitib yubordi. Shunda u qo'yni shundayligicha tashladida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrlari tomonga bordi. Keyin u Rasulullohga salom berib: ey Allohning rasuli, Robbingizdan ummatingizga yomg'ir yog'dirishini so'rang dedi. U Allohdan yomg'ir berishini so'rashni Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan talab qildi. Keyin u shu kecha Rasulullohni tushida ko'rdi. Tushida Rasululloh unga: albatta serob qilinasizlar. Umarning oldiga borib ayt, vaqtni g'animat bilsin dedi. Bilal ibn Horis ertasi kuni tongda Hazrati Umarning oldilariga borib ushbu so'zlarni aytdi. Keyin Hazrati Umar odamlarga xutba o'qib, bu odam shunday qilibdi. Keyin tushida Rasulullohni ko'ribdi. U zot unga Umarga ayt, vaqtni g'animat bilib shunday qilsin debdilar, deb bo'lgan voqeani aytib berdilar. Shunda ular Rasululloh nimani maqsad qilgan edilar deyishdi. Shunda u zot seni istisqo namoziga chiqib tavba qilishingni nazarda tutganlar dedilar. Keyin Umar radhiyallohu anhu chiqib istisqo namozini o'qidilar va ey Allohim, albatta biz senga payg'ambarimiz ila tavassul qilar edik. Sen bizni serob qilar eding. Endi biz senga u kishining amakilari Abbosni vasila qilyapmiz. Bizni serob qilgin dedi. Bu yerda biz guvohi bo'layotgan narsa shuki, o'sha inson Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrlari oldiga borib, u kishidan Robbisidan serob qilishini so'rab duo qilishlarini talab qildi. Mana bu ham tavassul hisoblanadi. Sayyidimiz Umar ham shu ishni qildilar. Kimdir ular tiriklar bilan vasila qilganlar, Sayyidimiz Abbos tirik edilar deb aytish ham mumkin. Lekin bu uning, ya'ni yomg'irdan qochib tarnov ostiga keldi, ya'ni manfaati ko'proq joyga bordi deganidir.
agar biz Rasulullohni tirikliklarida vasila qilishimiz mumkin, ammo vafotlaridan keyin vasila qilishimiz joiz emas deydigan bo'lsak, bu so'zning ma'nosi Rasululloh alayhissalatu vassalom vafot etganlaridan keyin u kishining hayotlari bizdan tamomila uzildi, u kishining biz bilan bog'lanishlari tamomila tugadi degandek bo'lib qoladi. Bu esa to'g'ri emas. Alloh taolo